Dak va bolalar hammaga salom, sizlar bilan Hasanboy. Bugungi videoroligimizda bolalar bizlar O'zbek monopoliyani 4-qismini ham boshlab oldik bolalar. Bolalar, bugungi videoroligimizda biz только Famani, yana улучшенный versiyasini ko'ramiz. Dak Lamborghini Aventadors va bolalar tabriklasanglar bo'ladi. Har bir seriyada yangi narsalar bolalar. Bolalar, bu narsani men umuman videoga olmayman. Bilmadim nega. Bir vaqt bo'lmaydimi? Ozuchkada bolalar. Ozuchkada bir ozgina qiynalishlar bo'ladi. Endi o'zlaringiz tushunasizlar degan umiddaman. Bolalar, hozir ketayotgan vaqtimizda biz men sizlarga eko. Bolalar, like bilan podpiska kutib qolaman. Endi bizani 51-22. Bolalar, yangi xato oldim. Tabriklasanglar bo'ladi. Bolalar, to'g'ri chiqqan videoni ozgina bir chala qilib qo'yganman. Chunki ayb kimda? Telefonda, to'g'ri bolalar. Bolalar, u kruzakdan keyin men Y60 oldim, Y60 ni go'sga tiqordim. Hamma skamerlar bir olaman deydi, bir olmaydi. Go'sga tiqordim bolalar. Hozir elektrik bu joyda ishlab, соблюдаем PDD. Dek. Bolalar, уже famamizda odamlar ko'payishni boshlayapti. Oldingi videoroligimizda 17 ta edi va 18 ta bo'ldi. Bolalar, va ko'rib turibsizlar, nima desam bo'ladi, famlar уже ko'payishni boshladi. Va mana bolalar, Jayxun Kibir, Otabek va Sarvar fam. Bu bolalarni bolalar, bu bola akkauntini almashtirgan edi. Bunga zamkani beramiz va men bu qanay Anatoliy Olegovich. Bu oh my god. Endi bolalar, ozgina bir ona qilib qo'yibmiz. O'sha nima desam bo'ladi, hech nima deya olmayman. Hozir endi sekin yo'lga chiqib xataga borish kerak. Va bolalar, mana уже koryak повороtiga keldik. Koryak debman, boost повороtiga. Ozgina yo'tal bor. Bolalar, keyin Telegram kanalga ham obunani unutmaymiz bolalar. Telegramga kirib, oh my god, ne обновление bo'ldimi? Men hozir bu nima ustidan o'taman dedim. Yo-moyo. Men lekin bu sayfani обновление bo'lganini bildim, lekin bu tikin emasda. Zapravkalar cho'tki qilib qo'yibdi. Ana trassaga o'xshagan car parkingda o'yindagi trassa bor-ku. Hozir qaranglar, men bundaysiga o'tsam, endi bu yo'lda qanday yotlab olaman? Ana koryak bilan ana katta mostdan qilganda, hazratlar, oy, qaniydak, nima? Съезд. Yes. Oh my god. 4 tali polasi. Men bitta 2 ta ekan. Yaxshi, o'qan поворотlar yoqamiz endi bunaqa нереальный trassa. So'kmoqchi edim, mayli endi avtorskiy pravo bo'lib qolmasin. 60 tezlikda mana takabus. Hammasini o'zgartirib, transportlik kompaniya bu sayvani, yo'q, buni ham o'zgartirganmi? Buni ham o'zgartiribdi bolalar. Chala qilibdi-yu, mana buni qaranglar, hozir lambani o'zi o'tib ketadi. Hoppa, mana o'tdi, aytdim o'tadi deb. Ana zavod qanaqa bo'lgan bo'lmasa? Zavod shunda mana bu yerdan burilib, o'sha holda qoldimi ekan zavod? Yo'q, lekin bolalar, zavod o'sha holida qolgan ekan. Просто Amitdagi yo'lini normal asfalt qilgan ekan. Yaxshi, o'zgarishlar katta. Va bu sayva xatalar. Yo-moyo. Вообще yo'q bolalar, xatani qaranglar.
O kanki Jenski. Tak. Ko'ramiz. Oh my god. Bilen lama qiynalib. Ana внедорожник yasash kerak ekan-da. Ana katta. Oy. Shiri anaqa qilib. Va bola. Taqdirda taqozosi bilan Busayevadagi одиночный uyda. Bilmadim sizlardagi rinik qanaqa bo'lishini. Nima desam ekan, bu uyda men одиночный uyda 35 millionga oldim. Bola bu yerda territoriya degan narsani o'zi yo'q edi va hozir buni выгруз qilamiz. To'g'ri, endi ozgina muammolar bo'ladi va bola yo, muncha qotyapti bu. Grafonchik, отражениеni teng kerak emas bizga. Tak. Va bola Qurmametdagi ustidagi territoriyasi o'zgargan buni. O'sha Tima Ziminam hayronda, bu yerda nima bo'lyapti? Va mana bola Vladilets Hasanboyev ham 5122. Ha bola, hamma mana shu nomerda 5122 ga kelsa, famaga invite qilamiz. Ha bola va avtoparkimizni bolalar tanishib chiqamiz. Yana yangi avtoparklar bo'laveradi. Mana shu bizani famamizda xudo xohlasa mana shu количество людей plus minus 60 ta bo'lsa, bitta limitga mashina qo'shaman bola. Ha bola, va endi biz avtoparkimizni ko'rsatamiz. 16 ta mashinadan iborat. Hozir hammasini riniklarini va bola boshlaymiz. Birinchi litsega o'tib va bola mana avtoparkimizdagi 16 ta mashinalar bular. Hozir endi hammasini imushkalarimizni hisoblab chiqamiz va bola biz boshida endi birinchi ranglar mashinalari hali kam, novichoklar, pechinkalarimiz uchun hali kam. Ha bola, men общий salondan olgan narxlarim bilan hisoblayman salondagi. Lada Vesta qancha salonda? Transport средний hozir ko'ramiz. Lada 350 bo'lsa 700 ming. 700. Buni 350 ga olganman. Prior plus minus 300 deymiz. Bu lekin 600 ga tushgan. 600 ga. Hozir bola bularni общий o'zimizni hozir kalkulyator topib olay. Bola endi unchalik matematikam yaxshi emas. Men buni 700 ming deymiz. Plus 350 bo'lar. 350 ming. Voy. To'xtanglar hozir. Chetda bir xatoda. 700 plus 350 teng. Uje почти bu ikkalasi bilan meni imushgan 1 million. Yana plus qo'shamiz 300. Bu 1 million 350 va 650 ming. 650 ming hisoblayveramiz. Rovna 2 million. Mana shu birinchi ranglar mashinalarimiz 2 million. 2 milliondan. Endi bola bezar. Men bu mashinalar bilan o'taveramiz. Endi bolalar qaranglar, hisoblashga bizlar nima desak bo'ladi? Dodge Demon 607 millionga olingan mashina. To'g'ri, endi overoktisini bo'lishi mumkin. Bu Mercedes BP'ni, buni men o'zim 3 millionga oldim. Kecha o'zimni zamimdan. Kruzak. Biza Kruzakni iznossizini olganmiz. O ham plus где-то 3 million 100 ga olganman buni. Endi bolalar bilmadim bu Servakter'nigini. Vagonimizda eng qimmat mashina 10 milliondan olingan. Plus yana M3 10 million. Ikkalasi 20 millionga tushgan menga. Men bu M5 F10 bizaga 67 million. 67 короче. Keyin mana bu GT shkamizani
mayli plus minus 5 millionga hisoblaymiz. Tak, endi bolalar biz mana bu mashinalarga o'tamiz. Ha bolalar, bu 3-ranglarimizning mashinalari hali bolalar biz slotlarni ko'proq olsak, mashinalarimiz ham ko'payadi. Tak, bu mashinani bolalar rinigini umuman bilmayman. Mayli 6 million deb hisoblaymiz buni. 6 million plus tak M8F93. Men buni bolalar o'zim 17 millionga olganman. Mayli buni 20 million deb hisoblaymiz. 20 million. Tak, keyin 3 ta F90. Birinchisi 11 milliondan, bu rinikda hammasi 11 million ekan. Tak, yana 11. Nu bolalar. Va 3 ta F90. No lekin bu yerda servakda anasi F90 nima desam bo'lar ekan. F90 ni hurmat qilishar ekan. Tak. Fam xatamiz plus 35 million. 35 millionga olganman. Tak, 100 почти уже где-то 141 million. Ha bolalar, men bu Tima Ziminni bezar tak. Men buni marketdan hozir anaqa bo'lsa tak недавно istoriyaga kiramiz va Tima Zimin. Tima Zimin 18 millionga olingan. Tak, 18 million. Endi bolalar boyagi lambani hisoblasak 20 millionga hisoblaymiz lambani. Va bolalar общий imushkamiz mayli plus famani plus minus 16 ta sloti bor. 16 ta sloti borligi uchun men famani 7 million mayli endi jayni unchalik oshib ketmasligi uchun tak qaranglar. Qancha deb hisoblaymiz? Mayli 607 67 va bolalar короче bizani imushkamiz общий 185 million 700 k. Ha mana bolalar ko'ryapsizlar, fama zo'r. Tak, bir ikkita endi men bunaqa dishman narsalarni hisobga olmaganda, men bu inventarimdagi endi bularniki общий endi mayda-chuyda. Men bu qatdan keldi? Men teshiymi deb o'ylabman, teshu. Chiq. Qayerdan kelgan bo'lsang, chiq. Oppa, tak, короче, va bola, bu meni sevgan mashinam. Ha bolalar, agar kimdir xohlasa, men shu mashinani 2-rangga qo'yaman. Ha, no endi 2-rangga qo'yinglar desanglar, mayli bolalar, qo'yaman bolalar, endi o'zlaringiz xohlasalaringiz. Va mana bolalar shinka qilingan. Ha bolalar, agar kimdir xohlayotgan bo'lsa, men shu mashinalarimizda hammasida bunaqa stok diska emas, qanaqadir shinkali bo'lsin desanglar, kommentda kutaman. Va bola 50 tadan ko'p like yig'sa, 100% mana shunaqa chiroyli emuchimga o'xshagan dak fintovka qana mana shu joyda atkazdan anaqa odamni sharmanda qilib qo'yadi. Tak, короче, va mana bolalar ko'ryapsizlar, mana shunaqa shinka qilamiz. Ha bolalar, bo'lmasam videomizga like, podpiska va kommentariya kutaman bolalar. Men sizlar bilan Hasanboy bo'ldim. Mayli. Bolalar, xayr. Telegram kanalga ham obuna bo'linglar.